Assalomu alaykum azizlar. Sizda bel grajasi bormi? Shu tashxis qo'yilganmi? Unda bel grajasini og'irlashtiradigan, grajaga ziyon bo'lgan ishlarni ko'rsatib beradi. Grajasi bor inson yosh bola ko'tarmasligi kerak. Grajasi bor inson tarvuz ko'tarmasligi kerak. Grajasi bor inson belni ana shunday tarzda uzoq vaqt davomida egmasligi kerak. Grajasi bor inson og'ir yuk bo'ladimi, yengil yuk bo'ladimi, yerdan mana bunday tarzda yuk ko'tarmasligi kerak. Grajasi bor inson o'tirib mana bunday qilib uzoq vaqt davomida ishlamasligi kerak. Agar bu ishlarni qilsangiz nima bo'ladi? Bunday ishlarni qilsangiz grajangiz ko'payib ketaveradi. Endi bu ishlardan bir umr voz kechish kerakmi? Yo'q. Ma'lum bir 2 oy, 3 oy, 4 oy qisqasi ma'lum bir vaqt davomida o'zingiz ehtiyot qilasiz. Undan keyin gimnastikalarni qilib, shu bel mushaklarini baquvvat qilganingizdan keyin asta-sekin o'sha chegaralangan ishlarga yana qaytsangiz bo'ladi. Agar sizni reja bezovta qilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling, biz Istaroshlar shahrida faoliyat yuritamiz. Rahmat.